Assalomu alaykum hammaga akalar. O'quv markazimizdan video qo'yamiz argonli svarka bo'yicha. Endi bu o'quv markazi qayerda desanglar, o'quv markazi Toshkent shahrida. O'quv markazimiz hozir argonli svarka bo'yicha bu yoqda pol avtomat, ya'ni migmak bo'yicha. Xudo xolasa hammasi hali oldinda. Bu yoqda bitta shunaqa ish kelgan shogirdimizga berganmiz. Bu yoqda ham shogirdlar. Xullas, o'qish qizg'in ketyapti akalar. Vertikal, gorizontal 45 gradus, har xil graduslarda. Bitta kabinkada bitta apparat beriladi akalar. Mana ko'rib turganingizdek, akamiz shug'ullanyaptilar. Hozir list ishlayaptilar, adashmasam. Listdan keyin mana bunaqa truba svarka qilinadi. Bizda bir oy o'qish bo'ladi. Har kuni 2 soatdan. Argon xolasanglar bonusiga xolasanglar 1 soat poli avtomat qo'shib beramiz. Elektrosvarkani o'rganaman deganlarga elektrosvarkani o'rganish uchun elektrodni o'zingizlar olib kelasizlar, o'qishdan alohida payt o'zingizlar shug'ullansanglar bo'ladi. Faqat bizda endi xudo xolasa instrumentlarning hammasi yetarli. Shovqin uchun uzr akalar. Boshqa qo'shni xonada shogirdlarimiz shug'ullanyapti. Yetgan mikrofon sim berib 6 kun xuddi shunaqa listlarda ishlaysiz. Keyin turbalarda ishlanadi. Mana yana bitta shogirdimizning qilgan ishi 45 gradus. Bu положение eng qiyin положениyalardan hisoblanadi akalar. Endi haqiqiy rezultatni ko'rsatadiganlarga mana haqiqiy rezultatni hozir ko'rsatamiz. Ana shu listlarda gulli qilib chiqarishgan. Endi eski ancha bo'lgan unga. Mana bu yerda ham ishlar bor, shogirdlarning ishlari, rezultatlar. Akalar, bu bir oyda chiqarilgan rezultatlar. Buning ichida har xili bor. Aytmoqchi, nerjaveyka qilmoqchi bo'lganlarga nerjaveyka bo'yicha ham oxirida o'rgatamiz. Nerjaveyka, ko'rdinglarmi, ichi ham silliq chiqqan. Bu ham bir oy shug'ullangan shogirdlar qilgan. Bundan zo'r chiqarsanglar ham bo'ladi. Alloh qalbingizga solib qo'ygan bo'lsa bo'ldi deganlar. Endi bir xilga shogirdlar bor, ichini yaxshi qiladi. Bir xilgilar bor, yaxshi qila olmaydi. Bir xilgilar bor, kuydirib yuboradi. Avvalambor o'zingizga bog'liq. Agar o'zingizda qunt bo'lsa, yaxshi o'rgansangiz bo'ladi. Shogirdlarga o'rgatadi. Mana bular shug'ullanib yurgan, bular yaqinda kelgan. Bir-biriga shunaqa haddeshga berib o'rganishadi. Shunaqa. Bu shogirdimiz esa andijonlik shogirdimiz. Shug'ullanib yurganiga ancha bo'ldi. Xudo xolasa endi mana shunaqa ishlar kelib qolganda beryapmiz, o'ziga praktika bo'ladi. Endi bizdan chiqib bemalol qila oladi. Kayfiyatlar qalay? Shogird kayfiyatlar qalay? Ahvollar zo'r, hammasi yaxshi. Hozir adetda o'zida 2 milliondan oshiq pul chiqyapti. Sababi 73 sm. Например, 2 milliondan ziyodroq ish chiqyapti. Faqat bitta ko'ngilga yoqmaydigan narsasi bor. 2 million chiqyapti, faqat u shogirdga emas. Shogirdga o'pib chiqyapti, bizga pul chiqyapti. Hammasi haqqoniy. Chunki javobgarligi bizda. Lekin bu shogird deganimga hayron bo'lmanglar. Bu shogird bo'lganidan professional svarshik bo'lib ketdi. Mana shu narsani hozir bir chiroyli qilib shunaqa svarka qiling, yillarga yetsin shogird. Joni sog' bo'lsin. Sizni eslab yursin shuni qilgan odam qanaqa kimga qildirgan deylar deb qidirib yursin sizni keyin. Maylimi? Anjanliklar deb qidirib yursin. Anjanliklar. Shu yerdan kela olasiz. O'quv markazimiz Toshkent shahrida asli. Mana buni ham shogird yiqqan, mana shu konstruksiyani. Shuni polni shogirdlarga yig'dirganmiz. Polni shogirdni o'zi yiqqan, mana shu konstruksiyani chizma berdik. Argonli svarka bo'yicha o'quv markazi bizda bilasizlar. Argonli svarka bo'yicha polni shu konstruksiyasini yig'di shogird. Endi o'qishimiz davom etadi. Javlonbek Andijondan kelgan ustozimiz. Shu yerda 350 tadan oshiq shogird chiqarib Asrorbek 200 dan ortiq shogird chiqardi o'zi. Akalarimiz joni sog' bo'lsin. Shogirdlar juda ko'payib ketgan. Agar sizlar ham kelmoqchi bo'lsanglar, bemalol
raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, описаниеda raqamlar bo'ladi. Xohlagan paytingizda kelishinglar mumkin. Yotoqxonalarimiz bor. Hamma imkoniyatlarni qilib beramiz inshaalloh. Hammaga sog'lik, omonlik, o'qishimizni davom ettiramiz. Shunaqa gaplar. Hammaga omad.